Ha, kelyapsizlarmi? Sizlarni har doim o'sha yerda kutib o'tiribman. Да пошел ты, сволочь! Yosh qiz, sizni kim xafa qildi, nima yordam bera olaman? Hech narsa kerak emas. Rahmat. Juda ham chiroyli qiz ekansiz. Otangiz nima edi? Bilishi shart emas. Sizni nima deb chaqirsam bo'ladi? Tungi kapalak. Kapalak? Ishlayapsizlarmi? Ha, ishlayman. Ishlaykan. Oqshomlar ishlaykan. Ba'zi erkaklar uyda jotib shu vaqtda. Uyim joyim ro'zg'orim deydigan qiz bor ekan lekin. O'zimni mehnatkash kapalagim. Bu qiz bola men bilan. Siz? Juringda bu yoqqa. Tungi kapalak nimaligini endi tushundim men. Undan ko'ra boshqa joy bilan pul topsangiz bo'ladi-ku, chiroyligina qiz bolasiz. Qanaqa pul topaman keyin? Pul demaga qancha pul kerak bo'layotgan bo'lsa, meni o'zim abishvechivit qilaman meniki. 44 mingcha meniki. Hijolat bo'lmay olaverim. Addishi beryapti. Xayriyati to'g'ri yo'lga qaytdi. Men endi uyga qaytaman. Qarang, ertaga to'g'ri yo'lga qaytsangiz bo'lmaymi? Gulul mama,